Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizdan kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birga qo'shalo baqlajon salatini birgalikda qilamiz. Ko'rishlari shunaqa ajoyib, mazali, zo'r bo'lib chiqadi. Mazalari ham zo'r, sosli baqlajon salati. Qani bo'lmasa birgalikda boshladik. Baqlajonli salatimizga kerak bo'ladi 3 dona baqlajon, 2 dona pomidor, 1 dona bodring. Uni yarmisini ishlatamiz bodringni. Ozgina ukrop, 2 dona tuxum, mayonez, bir chimdim tuz kerak bo'ladi. Tuxum quymog'imizga hamda qo'shimiz uchun yog' kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib o'sha salatimizning sosini tayyorlab olamiz. Uning uchun 3 osh qoshiq mayonezga bodringni yarmisini qirg'ichdan chiqazamiz. Mana bodringimizni qirg'ichdan chiqazib oldik. Mayda tishidan chiqazdik. Endi buni ustiga ozgina ukrop to'rab solamiz. Mana yarimta bodringni qirg'ichdan chiqardik. Ustiga ukrop to'rab soldik. Bitta osh qoshiq to'la bo'ldi. Uni soldik. Endi 3 osh qoshiqda to'la mayonez solamiz. Mana endi hammasini aralashtiramiz yaxshilab. Mana sosimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga strech qilib xolnikka qo'yib qo'yamiz. Endi bo'lsa ikkita tuxumni idishimizga chaqib solib, ozgina tuz bilan aralashtirib olamiz. Tuxumni soldik. Endi ustidan bir chimdim tuz solamiz. Mana tuz ham solamiz. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Bu ham tayyor. Endi bo'lsa pomidorlarni dumaloq qilib kesib olamiz. Mana pomidorlarimizni ham dumaloq qilib bo'lakli bo'lib oldik. Endi bo'lsa bu yoqdagi baqlajonimizni ham xuddi dumaloq qilib ozgina enliroq qilib kesib olamiz. Mana baqlajonlarimizni ham bo'lakli bo'lib oldik. Endi tovamizga qovurish uchun yog' solamiz va baqlajonlarimizni tuxumga belab yog'da pishirib olamiz. Mana baqlajonlarni o'rtoqlikda pishirib olamiz. Ikki yoq taraf tillarang bo'lganda olamiz. Mana bir yoq taraf pishdi, endi ikkinchi tarafini pishirib olamiz. Mana bittasini oldik, bitta so'ganimizni. Bu yoqda mana qolganlari ham pishiryapti. Mana baqlajonlarimizdan hammasini pishirib oldik. Shunaqa chiroyli bo'lib, tillarang bo'lib chiqdi. Endi bo'lsa pomidorimizdan ustidan ozgina tuz sepib olamiz. Mana pomidor ustidan ozgina tuz ham sepib oldik. Bu salatimizning nomi qo'shaloq baqlajonli. Endi nomiga yarasha bularni terishni boshlaymiz. Pishgan baqlajonlarimizni bir sidra terib olamiz. Bularning ustidan sosini surib olamiz yo'qigina qilib. Mana sosini surib oldik. Sosi ham juda mazali chiqqan. Bunaqa sosi nafaqat mana shu baqlajonli salatga, balki xohlagan turdagi, masalan, kotletlarda, keyin KFC'larda ham shunaqa sosdan foydalanishimiz mumkin. Juda ham zo'r chiqadi sos. Endi bularning ustiga bitta dona, shuni bittasiga pomidor qo'yamiz, ikkinchisini ustiga yopamiz. Mana bittasiga pomidorni qo'ydik. Endi buni ustidan mayonez surilgan tarafini pomidorga qaratib yopishtiramiz. Mana ustiga yopdik. Mana mayonez surilgan tarafi pomidorga tegadi. Mana ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Pomidor o'rtada, ikkita baqlajon o'rtasida bo'ladi. Mayonez surilgani pomidorga tegib turishi kerak ikki taraf. Qolganlarini ham hammasini xuddi shunaqa qilib terib chiqamiz. Mana qo'shaloq baqlajon salatimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shunaqa ko'rishlari ajoyib zo'r bo'lgan. Mazalari ham juda zo'r. Anchagina barakali chiqdi. Mana ikkita idishda qildim. Juda ham 3 dona baqlajondan shunaqa barakali, juda ham zo'r salat bo'ladi. Tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar, albatta sizlarga ham yoqadi. Agar retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.